sizlarga sohil dam olish maskanining kechki ko'rinishini obzor qilib beraman. 16-17 sanalarda xorazmlik Zarina bilan ochilishi bo'lib o'tadi. Barchalaringizni taklif qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Ushbu yo'lak orqali to'g'ri suvgacha borish imkoniyati sizda bo'ladi. Sohil restoranimiz 1-2-3 etajdan iborat. 1-2 etajlarimizda mazza qilib oilaviy o'tirishlaringiz uchun 20 ta kabina ham mavjud. 3-etajda terrasamizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Agar kimda bar kerak bo'lsa, barlarimiz ham mavjud. Живой muzikalarimiz ham bor. Mazza qilib suvdan keladigan toza havoni his qilib o'tirish uchun 270 kishiga moslashtirilgan stol suvlarimiz ham bor. Maskanimizga o'nta xuddi ana shunaqa ko'rib turganlaringizdek kempingchalarimiz ham mavjud. Kempingchalarimizning ichiga 4 kishilik divan, kreslo, xolodilnik va barcha sharoitlar bor qarosh. Dam olish maskanimizda suvni oldida ham xuddi shunaqa lijankalar terib qo'yilgan. Xuddi kunduz kuniga qanday o'tirgan bo'lsangiz, kechqurunda ham shunday o'tirasiz. 80 dan ziyod tamchalarimiz bor suvni oldida. Endi to'da ko'lga ovqat olib kelish shart emas. Sherning o'zida ham barcha ovqatlarni topa olasiz.